ikkinchi yo'li A, B, C, Y, F. Uchinchi yo'limiz A, B, D, Y, F. Bizga topshiriqda eng qisqa yo'lni toping degan. A bilan F punktlarining orasidagi eng qisqa yo'l. Biz qisqa yo'lni hisoblab chiqdik. Misol uchun A, B, Y, F yo'limizda 13 km, A, B, C, Y, F yo'limizda 18 km, A, B, D, Y, F yo'limizda 12 km. Demak, A bilan F yashash punktlarining orasidagi eng qisqa yo'limiz bu A, B, D, Y, F yo'li. Shu yo'l orqali yurilsa, A'dan Fga yoki bo'lmasa Fdan A'ga bo'lgan yo'li eng qisqa yo'l hisoblanar ekan. Endi o'quvchilar, sizlarga uyga vazifani belgilab qo'yishinglarni so'rardim. Uyga vazifa bugungi darsda yoki bo'lmasa video darsda ko'rganimizda, telekanalda ko'rgan video darsimizda ham qoidalar berildi. Misol uchun ikkita qoidani men ko'rsatib o'tyapman hozir. Belgili modellarga izohlangan qoida yoki bo'lmasa so'z turidagi modellarga izohlangan qoida. Shu ikki qoidani daftarimizga yozamiz, belgilab qo'yamiz. So'raganda aytadigan holatda bo'lamiz. Tushunishga harakat qilamiz. Keyingi topshiriq bu darsimizni mustahkamlash maqsadida sizlarga ko'rsatgan mana bu matritsamiz, mana bu jadvalimiz, savolimiz. Shuni ham xuddi shu ko'rinishda daftarimizga belgilab qo'yamiz. Va mana bu sxema ko'rinishidagi rasmimizni ham belgilab, to'g'ri javobni belgilab qo'yamiz. Misol uchun, mana 3 variant desak, birinchi A variant, B variant, C variant yoki bo'lmasa birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant desa to'g'ri javob, demak test ko'rinishida bo'lib qoldi. Uchinchi variantimiz bu. Shunaqa qilib test holatda ishlagandek qilib daftarimizga belgilab, ko'chirib yozib qo'yishinglarni so'raymiz va yozganinglarni uy vazifasini bajardi degan holatda bo'lishligi uchun meni o'zimni WhatsAppimiz shaxsiy varaqasiga yoki bo'lmasa Zamiraxon opagimizni shaxsiy WhatsApp varaqasiga jo'natishinglar mumkin bo'ladi. Shu bilan bizni bugungi darsimiz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz nihoyasiga yetdi. Salomatda ko'rishishlikka nasib qilishligini Yaratgandan so'raymiz. E'tibor uchun, ehtirom uchun katta rahmat.